Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda biz Google kartadagi eng qo'rqinchli joylarga kirib ko'ramiz telefon orqali albatta. Do'stlar, sizlar video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Video boshlashdan oldin do'stlar, sizlarga bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim, aytib o'tmoqchi edim. Opisiyaniyada Telegram kanalimga linkini qo'yib qo'yganman. Telegram kanalimga ham o'tib obuna qo'yinglar do'stlar. Shu Telegram kanalimda video qo'yilishidan oldin birinchi bo'lib Telegram kanalimda e'lon qilinadi do'stlar. Bo'lmasa sizlarni men ko'p kuttirmayman, birinchi saytga birinchi joy koordinatalarga o'tamiz. Ketdik. U Qo'g'irchoqlar oroli. Aytilishi bo'yicha o'sha Qo'g'irchoqlar orolida, o'sha Qo'g'irchoqlar deb atalishini nimasi, bitta qiz o'sha orolda cho'kib ketgan ekan va o'sha paytdan keyin bitta Julian degan odam aytibdiki, o'sha qizning ruhi bezovtaligini his qilibdi va Qo'g'irchoqlar ilib chiqibdi ekanmish daraxtlarga. Hozir sizlar bilan shuni ishlaydimi yo'qmi sinab ko'ramiz. Bo'lmasa birinchi bo'lib boshlaymiz. Mana chiqdi bitta joy. Va do'stlar, men hozir kamerani ekran zapisiyam yoqib olaman, sizlarga ko'rinib turishi uchun. Mana bu chekkada chiqadi. Mana shu chekkada quvoli ko'rib turasizlar sizlar ham mana. Aqabaqa burilar ekan. Karta, men oddiy karta chiqdi. Qatyapti. Telefon qotib qoldi. Mana bu telefon qotib qoldi. Qotyapti. Qotib qolyapti nimagadir. Nima demoqchi bu endi? Tushunarsiz. Kutish. Ha, joydan jilsa bo'lar ekan bunda do'stlar, adashmasam. Jildimmi? Ha, men bilmagandim birinchi kirganimda. Bu yerda hozir men qo'rqinchli narsa ko'rmayapman do'stlar, mana qo'g'irchoq ilinmagan bitta daraxtga. Qo'g'irchoq yoki biron narsa ko'rmayapman, oldiga jilyapti saldan beri. Faqat mashina yo'li tomonidan olib ketyapti, biz nimagadir boshqa yoqqa olmasdan. Yo'q, hech qanday qo'rqinchli narsa sezmadim men. Bu yerda faqat oddiygina tinch shahar. Bilmadim, biz oddiy qiziqarli narsa bo'ldi lekin do'stlar. Endi navbat keyingi koordinatalarga. Bo'lmasa ketdik. Koordinatalarni kirgizib olib, keyin kamerani yoqaman. Do'stlar, men hozir koordinatalarni kirgizishdan oldin sizlarga men keyingi anaqamiz haqida sizlarga jicha ma'lumot bergim keldi, ya'ni koordinatalar haqida. Koordinata ya'ni aytmoqchi bo'lganim, koordinata ya'ni o'sha kiradigan joyimizni anaqasi. Xo'p, keyingi joy Okogihara o'rmoni deb atalar ekan. Bu o'rmonda juda zich va jim bo'lgani uchun mashhur. Kompaslar ham ba'zan noto'g'ri ishlaydi deyshadi. Qo'rqinchli sabablar: o'rmon ichida yo'qolib ketish oson ekan. Juda sokin bog'lanish uchun odam o'zini g'alati his qiladi. Internetda u haqida juda ko'p sirli hikoyalar bor ekan. Ya'ni videoda Google Maps'da ichkariga kirgan sari hamma joy qorong'ulashib boryapti deb aytsang, atmosfera qanaqa bo'lar ekan, boshqa cho'p ketar ekan, shunaqa narsa deyapti. Xo'p, bo'lmasa biz sizlar bilan hozir koordinatalar kirgizamiz. 35 nuqta 35 nuqta. Men hozir koordinatalar kirgizaman. Keyin ko'ramiz. 4753. Va videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Pulli emasga to'g'rimi? Keyin sanat o'tmoqchiman. Bizda hozir 297 ta obunachi bor. 300 ta obunachini urib qo'yaylik. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchimanki do'stlar, men ham Omonga o'xshab masshtabli videolar chiqara olaman. Ya'ni Darknet, pauza challenge, jin chaqirish usullari,
boshqa videolaridan-da do'stlar. Lekin bunga faqat sizlar yordam bera olasizlar bundan video chiqarishim uchun. Kanalga obuna bo'linglar. Bizda qachonki prosmotrlar soni bitta videomda bo'lsa ham 1000 ta bo'ladi. Qaysidir obunachim videolarim obunachilarim soni 1000 taga yetadi, keyin chiqaraman buni. Bo'lmasam koordinatani kirgizib olamiz. 4753. Keyin men ham shunaqa masshtabli videolarni sizlar uchun chiqaraveraman. 47 53 zapitaya 138 47 53 zapitaya 138 mi? 138.64 05 138 138.64 05 shunaqamidi 64.05 midi? Koordinat oxiri 138 ham bor. Va biz hozir hammasini kirgitdik va keyingi karta hozir men bu joyda yoqib olaman-da, koordinatalarga kirib boramiz va qanchalik qo'rqinchliligini sizlar bilan hozir bilib olamiz. Yoqdim, kiramiz. Alkogara Forest deb o'rmon, forest ma'nosi o'rmon. Xo'p, oddiy atmosfera. Joydan silja olmayapman, lekin mayli. Oddiy o'rmon. Bunda joydan silji bo'lmas ekan. Siljiydigan anaqa yo'q bu yerda. Yo'q, bitta narsada qanaqa qilib buni yaratishgan bo'lishi mumkin. Uzoqdan turib mana shunaqa atmosferani ko'rishimiz mumkin bo'lyapti. Realistik atmosferada bu, oddiy atmosfera emas. Hozir balkim shunaqa bo'lib turgandir, yorug'dir yer. Quyosh chiqqan daraxtlar bor. Bizda jili bo'lmayapti lekin. Pastda oddiy suratga olingan ekan. Suratli narsalar bor ekan bu yerda, mayli. Bu aytilishi qo'rqinchli, lekin o'zini yaxshi bilan qiziqarli narsa. Bo'lmasa do'stlar, navbat keyingi koordinatalarga. Ketdik, bo'lmasam keyin koordinatalar kirgizib olib kamerani yoqaman. Do'stlar, keyingi koordinatamizning nomi Vostok Island deb nomlanar ekan, ya'ni koordinatasi bor. Google Maps'da bu orol qoramtir qora dog'ga o'xshab ko'rinar ekan. Internetda odamlar bu joy konsoret, sirli baza bor deb o'ylashar ekan. Google yashiryapti degan nazariyalar aytishadi. Aslida esa olimlar bunga juda zich daraxtlar sabab bo'lishi mumkinligini aytishadi. Lekin Google Maps'da baribir juda sirli ko'rinar ekan. Hozir sizlar bilan koordinatalar kirgizamiz. -10. Shu boshdan ham minusdan boshlanyapti. -10 -10 Xo'p, tochka 0620 tochka 0620 hammasida bor deb bitta ham zapitaya bor. Aniq 0620 -152 shu -152 -152 qiziqadiganlar bo'lsa Google kartaga kirasizlar, shu koordinatalarni kirgizib ko'ringlar. Описаниеda men koordinatalarni обязательно yozib ketaman. Xo'p. Keyingi koordinata 3120 nuqta 3120 nuqta 3120 deb yozamizda kiramiz. Ketdi, mana shu kirish boshlanyapti. Hozircha joy ismini ko'rsatyapti, Vostok Island. Hop, kiringlar, shu joyga kirish iloji bormi? Boyagidaqa narsa qilish iloji bormi? Nimaga boyagidaqa narsa qilib bo'lmayapti? Hammamda narsalar qilib bo'ladim. Mana topdim. Namuncha bu qora hamma yo'q. Mana chekkada turibdi do'stlar. Namuncha bu hamma yo'q qora.
Yonib ketganmi bu yer? Oho, hech nima namuncha qora bu yer. Bu yer juda qop-qoraligi uchun ichkarilar ko'rinmaydi, lekin mana shunaqa bo'lsa atmosferalargacha zo'r ko'rinar ekan. Juda qorong'i, juda qora joy ekan bu. Juda qora, juda qorong'i ko'rinishda. Bu ham yaxshi qiziqarli narsa ekan. Qop-qoraligidan yaxshi do'stlar. Endi navbat so'nggi koordinataga ketdik. Do'stlar, keyingi koordinatani kirdim. Hozir bilmayman, hozir yana ajoyib narsalar chiqib belyapti yaqin ko'rinishda. Bu yerda men hozir qo'rqinchli narsa ko'rmayapman. Buni joy haqida yana bitta narsalar bor ekan. Aytilishi bo'yicha bu joy haqida. Bu joy haqida aytilishi bo'yicha bu joyda karantin paytida o'sha kasallarda olib borilgan ekan bu joyga kasalliklar, masalan koronavirus, shunaqa karantin paytida kasali bor odamlarda o'sha orolga olib borilgan ekan. Do'stlar, undan tashqari keyin ruhiy kasalliklar shifoxonasi ham bo'lgan ekan u yer. Aytilishi bo'yicha. Mana bu yerda tashlandiq bino joylari ham mana ko'rinib turibdi. O'zi chekkada ham ko'rinadi. Sizlarga ham mashinalarni ko'rsatib qo'yapman. O'zi chekkada ko'rinadi. Qanaqadir tashlandiq bino yoki bu boshqa joymikin? Menimcha shu joy. Xo'p, Idriko, Poveliga deyapti, shu kabi joylar deyapti koordinati. Otagano Povelga, mana Povelga edi bizga kerakligi. Qirollik. Moqchi bo'lsa bu. Ekan bu yer. Zepovelga oktagon ekan. Qayerlarda borish? Hamma nima endi? Qandaydir temir eshik kirish taqiqlangan belgi. Nimaga bunaqa savol? Shunda shu joyda yashirilganmi o'sha kasal odamlar? O'sha paytda ruhiy kasalxona shet bo'lgan ekanmikin? Chunki bekordan bekor bekir degan belgi qo'yilmaydi do'stlar. Ko'rganlaringlar do'stlar, biz 6 ta nechtadir joyda koordinatani ko'rdik. Do'stlar, agar shu videoda ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga ikkinchi qismi chiqsin deb likelar sonini mayli 10 ta qilib beringlar, mayli 15 ta degandim, bir kunda yig'ib tashadilar. 10 tani ham ko'ramiz. Endi kam aytyapman bu safar. 10 ta like agar yig'ib bersalaring, mana shu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Kommentariyada qaysi yana koordinatalarni yozib qoldirsalaring, biz shu koordinatalarga kirib chiqaman. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Ciao.